Assalomu alaykum. Andijon Tunikafon kanalini muntazam kuzatib boruvchi hurmatli yurtdoshlarim, xudo xolasa mana yana bir ishimizni Andijon viloyati Marhamat tumani Gargar mahallasida yakunlab oldik. Agar video roligimiz yoqsa, albatta layklarni gumbillatib bosib qo'yasizlar. Mana bu robotxonamiz ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan. Skromniy, ham chiroyli, ham beg'ubor fason. Ko'rib baho berasizlar albatta, hurmatli yurtdoshlar. Kimga shunaqangi xizmatlar bo'lsa, albatta nomerlarimizni pastda qoldiramiz. Xizmatimiz vodiy bo'ylab. Ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan mana robotxonalarimiz. Mana bu tashqari kaziroylarimiz. Ko'rib baho berasizlar. Aziz hamyurtlar. Mana kaziroylarimiz har bir burchagi detallariga ahamiyat berasizlar. O'ta go'zal holatda bo'lib bitdi. Mana bu tumbalarimizni ham chiroyli ko'rinishda qilib berdik. Mana bu betini ham ko'rib baho berasizlar. Bu xonadonimizga mana bunday ajoyib ko'rinishda bo'lgan besti tarnovlarimiz hamda turbalarimizni hamma yog'imizni o'rnatib berdik. 4880 tarnov ketdi. Nashadan boshlab nashaqcha naveslar ham. 28,5 metr mana bunday ko'rinishga ega bo'lgan turbalarimizni ham o'rnatib berdik. Tarnovlarimiz hamma rasxoti ichida 70 ming so'mdan bezul aqs deysiz. Mana shu yerda o'zida hamma yo'qimizni olib kelib mana shu yerda chiqaramiz. Tunikafonlarimiz 04lik. Hamma rasxoti ichida 135 ming so'mda. 134,5 kvadrat bo'ldi. Jami summasi 22,840 ming so'mlik mahsulotimiz ketdi. Tarnov, ana bunday turbalari, mana bunday ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan tunikafonlarimiz. Ichkari shapka. Mashadan masharigacha. Mana yerdan mana bu robotxonamiz. Juda go'zal holatdagi bir kaziroyimiz mana. Ustunlari bilan o'rab berdik. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaveradi. Xizmatlarimiz 24/7. Любой время olinadi, xudo xolasa.